Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Misr yozuvchisi Ehson Abduquddus yozgan Yigit degan shundoq bo'lsa degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Ibrohimning chet elga ketishni emas, o'z vatanida qilib inqilob qilishni tanlaganligini o'qib o'tgan edik, endi davomini o'qiymiz. İbrahim o'rnidan turib, ustalning yoniga keldida sumkani ochdi. Uning og'zini ching yumib, nihoyat diqqat bilan qarashlari tajriba ustida turgan olimga o'xshaydi. U sumkadan kapsulni bir-birlab oldi. Kishilarning portlatqich dora degani mush ekanda, dedi Abdulla Shuhrat ko'zlarini yo'g'on ichib sabiylik bilan. Qaraganda hech qancha bir narsa emas ekan-ku. Xuddi Turkiya manfasiga o'xshashi ekan. Tetib boqamsan, dedi Fethi ochiq kulib. İbrahim granatlarını elib üstəliyə qoydu. Bunu qandaq işiltidu, deb so'radi Abdulla Shuhrat yana. İbrahim bir tal granatni elib xuddi dəris o'tgandek so'zildi. Sen kinolarda ko'rganga o'xshash tutqusini ching tutib, tishing bilan muni qopqig'ini tishlab ichib etsanda otsan. Voy xudoyim, devatdi Abdulla Shuhrat. İbrahim karvatning yoniga keldi. U kirlikni elib, yo'g'on bir parchani yirtib oldi-da, ondan uni tar, uzun qilib yirtdi. "Adash, undaq qilma, bu bizning narsamiz emas", dedi Abdulla Shuhrat İbrahimni to'smoqchi bo'lib. "Bu uyning egisimi cho'qim biz bilan billa harakat qilganlar", dedi İbrahim kulimsirab. U latini yirtib bo'lib, har 5 tal pistonni bir lata bilan ching bog'ladi va birini bir-biriga pilik bilan ulab qo'ydi. "Pilikni uzunroq qil, paxas bo'l, atmay turibla partlaydigan bo'lib qolmasin yana", dedi Fethi. "Vaqt qis, tez portilsin." İbrahim ishni qilg'ach, beshinim ko'tarmay Fethi bilan Abdulla Shuhratga ish topshirdi. "Men Angliya askarlarining kinoxonasi tarafdan kiraman. U kinoxona saqchi maktabi ko'chasi bilan O'rda ko'chasining beshiga joylashgan. Agar saqchi bo'lib qolsa, Abdulla Shuhrat, sen saqchilarni qaytirib turg'in. Fethi sen kinoxona temidan ortilib tushishimga yordamlashsan. Ondan mashinani haydab ketib, meni uyda saqlaysan." Fethi qarshi chiqdi. "Sen chiqqucha kussam bo'lmamdi?" "Bo'lmaydi", dedi İbrahim qo'liga portlatqich dorini elib etib. "Men tog'ning u tarafidan chiqib ketaman. Shunga mashinani haydab ket. Agar ular mashinani qo'lga tushirib oladigan bo'lsa, mashina nomeri orqali hammamizni tutib oladi." Fethi hayronlik bilan İbrahimga qaradi-yu, ortiq gap qilmadi. Uchaylan ta yarim kechagacha plan ustida bosh qotirdi. Qurollarni tayyor qildi. Uchaylan uydan chiqdi. Abdulla Shuhrat o'lim qachilangan bir zid sumkini, Fethi advokatlarnikidek sumkini oldi. Abdulla akilib bergan ko'k ko'nglik bilan shimni kiygan İbrahim qonun institutining 2 parcha darsi kitobini ilib olgan. Saqal buruti bekla o'sib ketgachga hech qanday girim qilmagan edi. Ular xuddi dars takrorlab bo'lib qaytib kelayotgan o'quvchilardek Botniya rayonida ketib boradi. Ko'chaning ikki qasniqidagi qahvaxonalarning rangarang chiroqlari Ramazonning oyoqlashganligini tabriklab yinib ketgan. Ichida odamlik edi. Ko'chimi meva-chiva va qanit gezak, o'pka hisib sotadigan harvolar bilan to'shib ketgan edi. Balalar xo'shal vaqirishib yuradi. Bir sarang "Alloh Alloh" deb vaqirab ketyotdi. Bir askar chilim chekiyotgan bir odamga tikilib qarabla qolgan edi. Qahvaxonaning kutkuchisi "3 jina choy, 2 stakan qahva" deb vaqiraydi. Ular paranglashib mangayli deyishdi-yu, gaplari xuddi chechilgan tarixda qolashmidi. Ular tabiirak bo'lsin uchun kulishib mangmoqchi bo'ldi, ammo kulkusimi kulkiga o'xshamidi. Ular Azhar maydonidan o'tib, mashinaning yeniga keldi. Fethi mashinaning eshigini ochib etib, ixtiyorsiz atrofiga qarab qo'ydi. Ondan shofir o'rnida o'ltirdi. Abdulla uning yenidan o'rin oldi. İbrahim orqada o'ltirdi. "Sen bizni Daqi rayoniga olib qo'y", dedi İbrahim mashina o'tiba maydoniga yaqinlashganda. O'pkisi o'rilib yig'ilg'usi kelgan Fethining yuzidagi go'shlar lipildab ketdi. U hech narsani so'ramasdan mashinani Daqi rayoniga haydadi. Daqi rayoniga borgandan keyin u nima qildiganligini biladigandek, Udulfani maydoniga qarab minib, mashinani Anus doktorxonasining yonida to'xtatdi. Ammo o'tini o'chirmadi.
Gapmi qilmadi. Abdulla bo'lsa hech narsani bilmaydi. İbrahim derizdan beshini chiqarib, xuddi kecha qorong'uligida turibmi, Navalni ko'rganda kulimsirab qo'ydi. U qorong'ulikqa tikilgan peti bo'sh ovozda Fathidan so'radi. "Hey, o'tganda u qandoq rangli ko'ylak kiyibdi-ekan?" "Oq", dedi Fathi kayniga qaramasdan. İbrahim cho'nqur uf tortdi. Chiroyi jiddiy tus oldi. U ko'zini qorong'ulikdan ilib oldiga qaradi va bo'g'iq ovozda: "Fathi, mangayli." Mashina qo'zg'aldi. İbrahimning yuzidagi go'shtlar lipildab tortishib turardi. Ko'ngli bekla beorom edi. U kallasida hissiyotiga singib kirib, nervlarini chirmab, irodasini bo'shashtirmoqchi, bo'ysundirmoqchi bo'layotgan ojizligi bilan jang qilyotdi. Uning shu topda ko'zini yumibla tush ko'rgisi, tushida yig'lag'usi, kulgusi, Naval bilan qo'l tutishib yurgisi, uni bag'riga ching bosqusi, toki yuragi Navalning borlig'ini sezguncha ching quchoqlag'usi keladi. Ammo İbrahim shu topda bu xil ojizlikni kuch bilan yengib, o'zini rahimsiz holda kontrol qilmoqda edi. U Naval bilan va'dalashgan yerda ko'rishgandek bo'ldi. Uning bu yerga kelishi hargiz uning bo'shashqanligidan derak bermaydi. U va'daga vafo qilib Naval bilan ko'rishishga keldi. U kechikdi, ammo qandoqli bo'lsin keldi. Mashina dehqonchilik gazarmaxonasining oldidan o'tib ketayotganda İbrahim cho'nqur xiyoldan uyg'onib so'radi. "Soat necha bo'ldi?" "Birdan 15 minut o'tdi", dedi Abdulla soatiga qarab. "Texi atdigan ishkan." İbrahim va o'ziga go'yo boshqa bir odam gap qilayotgan tarzda ixtiyorsiz edi. "Munira rayoniga aparg'ina, uyni bir ko'rib olay. Uyinglarni nazorat qilib turgan bo'lishi mumkin", dedi Fathi. "Ishik oldidan o'tsakli bo'ldi. Opam chiroqni yondirib o'tirgan bo'lishi mumkin", dedi İbrahim. Fathi unchiqmadi. Biroq İbrahimning gapi bilan yuragi ezilib bilakchilar bo'lib ketdi. U mashinani Munira rayoniga opirib, İbrahimlarning ishiki oldidan tezla o'tib ketdi. İbrahim beshini derazadan chiqardi. Uyi qorong'u, opasining uyining chirig'i o'chirilgan edi. İbrahimning ko'ngli buzildi. Ammo u darhol o'zini tutib oldi. "Astroq hayda. Soat 2dan burun berib qolmayli", dedi İbrahim ko'nglidagi parishonlikni yo'q qilishga yordam izlayotgandek. Fathi mashina sur'atini ostilatdi. "Tapancha qani?" so'radi İbrahim. Fathi oldidagi kichik tortmadan ichib yo'g'on bir tapanchani oldi. "Voyjon, tez ko'zimni ner qilinglar", dedi Abdulla o'zini kayniga tashlab. İbrahim kulib ketdi. Fathining qo'lidan tapanchani elib etib: "Bu tapancha Angliyaliklarni ko'rmaguncha o'q chiqarmaydi", dedi. Ondan u chaqchaq bilan ko'nglidagi beoromlikni yo'q qilmoqchi bo'lgandek tapanchani Abdullaning beshiga tangladi. "Sen Angliyalikmi emasmi?" Abdulla tugilib oldi. Chiroyimi shapita o'zgarib ketdi. "Undoq qilma!" deb tovlayotdi u. "Ertadan boshlab sana tapancha etishni o'rgatay", dedi İbrahim kulib. "Yo'q, tapancha bilan zodda ipim kelishmaydi", dedi Abdulla. "Undaqda sen Hindistonga berib qolsang, Gandiga o'xshash dohi bo'lgudeksan. Umi sanga o'xshash tapanchani yoqtirmaydi ekan. Sening ota-bobong cho'qim Hindistonlik." Uchaylan ko'nglidagi ansizlikni besib, o'zlarini avundirish maqsadida mushundaq paranglashib mengishdi. İbrahim tapanchani o'ynab o'ltirib parang qildi. U tapanchaning o'qini chiqarib silidi. Xuddi oshiq ma'shug'ini quchoqlagandek tapanchani bag'riga mahkam bosdi. Ondan qo'yniga silib oldi. Uning yuzidagi go'shtlar tortishdi. U qorong'ulikqa tikilgan holda planini ko'nglidan o'tkazib, gazarmaning yer tuzilishini ko'z oldiga keltirdi. Har xil ahvollarni mo'ljarladi. Odatda vazifa o'tashga mangdigan chog'dagidek normal holatda o'zini ruslab, jang e'lon qilish istikida yanatdi. Qalbida jasurlik, yoshlarga xos bir xil sho'xlik bor edi. Nihoyat sagak edi. Shundaqdimi ko'nglining bir yerlari yerim edi. U hech qachon bundaq bo'lmagan. Bu narsa uningda qo'rqinish paydo qildi. Bu qo'rqinish u tapancha otgan chog'larda paydo bo'lgan odatdagi qo'rqinishga o'xshamaydi. Ko'nglidagi andishini, qo'rqinishni yo'q qilib etgusi keladi. Jangga kirib ketsala uningdagi bu kayfiyatlar yo'qolib ketadi. Mashina Abbosiya ko'chasi bilan mengib, Saqchi maktabi ko'chasiga bordi.
Soat necha bo'ldi? Deb so'radi Ibrohim jiddiy talaffuzda. 2dan 10 minut o'tdi, dedi Abdulla titragan ovozda. Fethi, mashada to'xta, dedi Ibrohim. Abdulla, sen mashinadan tushib oldinga mang. Biror askarga uchrab qolsang, uni quruq parang'i tut. Uning oilasini, ko'chaning ismini so'ra. Nimani desang bo'laverdi. Faqat u mashinaning ichkariga kirib ketganligiga diqqat qilmasa bo'ldi. Abdulla, u ishda meni xalos qilsang-chu, degandek Ibrohimga bechorlarcha qarab qo'yib, mashinaning eshigini ochdi. U mashinadan tushayotganda Ibrohim mashina o'tib ketgandan keyin amal qilib palik maydoniga bor. Fethi seni shu yerda saqlaydi, dedi. Abdulla holsizgina ma'qul, dedi-da mashinadan tushdi. Bir aylanib kelib yana mushu ko'chaga kel, dedi Ibrohim Fethiga. Fethi Abbasiya ko'chasi bilan tramvayning oxirgi bekitigacha bordi. Ondan orqaga yenib Saqchi maktabi ko'chasiga keldi. Boshqalarning diqqatini jalb qilmaslik uchun mashinani odatdagi sur'atda haydadi. Yo'lda ular Abdullani ko'rdi. U bir chorlug'uchi askar bilan paranglashib turardi. Mashina ko'chaning beshiga berib, Angliyaliklar kinoxonasining temi tuvida to'xtadi. Ibrohim bir zini so'mkini esib, mashinadan tushdi. Fathimu mashinaning o'tini o'chirmay mashinadan tushdi. Ular kinoxona temining tuviga keldi. Fathi barmoqlarini kirishtirib, qirmoq qildi. İbrahim so'mkini tomga tegib ketmasin deb bir qo'lida maydisiga besib olib, bir putida Fathining qo'liga dassab tomga yamishdi. Ondan yana putini Fathining murisiga oldida lik-lik qilib tomga chiqdi. Bu ishlar hech qanday tivissiz qilindi. İbrahim seyrilib tomning u tarafiga tushdi. U endi kinoxonaning ichida, Angliya askarlarining gazarmasi ichida edi. İbrahim Fathining yiroqlab ketganligini pamladi. Endi o'zi yolg'iz jang qiladi. Uni birdan sur bosdi. Yuragi düpildab so'qib ketdi. Hatto u yuragimning düpildigini boshqalar anglab qolarmikin deb ko'zlarini yo'g'on ichib atrofga hushyorlik bilan qarab chiqdi. U kinoxonada qorovul yo'qligini bilatdi. Kinoxonaning gazarma tarafi ochiq, eshik yo'q edi. U kinoxonaning o'rindiqlari orasidan yeni qadam bilan mengib kinoxonadan chiqdi-da gazarmaga kirdi. Atrof Go'riston jimjitligiga cho'mgan, osmon qozonni ko'mtirib qo'ygandek qorong'u edi. Chiroq nuri gazarma ichidagi asosiy yo'lni sus yo'ritib turardi. Gazarmaning o'rda ko'chasiga qaraydigan darvozasida turgan qorovullar u yoqdan bu yoqqa mingib yurardi. Ibrohim u yerda tamaka yo'rug'ini ko'rdi. U o'milab mangdi. Qorong'ulikqa muhtoj edi. Qorong'ulik. Ah, Xudo, jahonni texmi qorong'uroq qilsang-chu. U yandagi tomni dalda qilib, asosliq yo'l bilan olg'a ilgirladi. Bu yo'lning beshi tanka va avtomobillar to'xtaydigan maydon. U shu yerga bormoqchi edi. İbrahim asfalt yo'ldan anglayotgan oyoq tivishini anglab to'xtadi. Bo'yniga esib olgan so'mkini chin quchoqlab dum yetib oldi. Oyoq tivishi yiqilib keldi. Bir ozdan keyin oyoq tivishi yenidan o'tib ketdi. Bu ozg'ina vaqt uningga xuddi 10 necha yildek bilinib ketdi. İbrahim o'rnidan turib oldiga qarab mangdi. Yuragi düpildab so'qib turardi. U bir korpus uyning oldida qorovul turganligini ko'rdi. U cho'qim qo'mondonlik shtab. U portlatqich dorini shu uylarga tashiya olsa, vazifani ado qilgan bo'lamdi. İbrahimning bu ishni tezroq tugatkusi, qorong'ulikdan chiqib ketkusi kelib ketdi. Qorong'ulik. Ah, Xudo, jahonni yanami qorong'u qilsang-chu. Yo'q, u aslidagi planni ijro qilish kerak. İbrahim o'lim qachilangan so'mkini ko'kragiga bosgan holda engishib putining uchida mingib, atrofiga qorovul qo'yilmagan uyni bir aylanib chiqdi. Ondan asosliq yo'lni bo'ylab ehtiyot bilan mangdi. Uning butun zehni vazifaga berilgachga boshqa ishlar esidan ko'tarilib ketgan edi. Naval, opsi, dodisi, do'stlari, hatto o'zimi xiyolda yo'q edi. U hozir ko'z oldidagi reallikqa yuzlangan. Yuragi ansiz so'qatdi. Butun badani yuragining so'qishi bilan tang titraydi. Chunki u hozir turayotgan reallik haqiqatan qo'rqinchli edi. U to'xtadi. Ko'zlari paqirab ketdi. Uning oldida tanka va avtomobillarning iskaloti turardi. Bu yer ochiqchilik, atrofi sim tor bilan qo'rshalgan edi. Miltixning ishtiklari chiqarilgan qorovullar atrofni aylanib yurardi. Bir ikki yerga chiroq esilgan edi.
İbrahim somkini qo'ltiqiga ching qisib yotatdi. Bütün kuchini yig'moqchi bo'lgandek cho'nqur tinib oldi. Andin o'milab sim to'rning yiniga keldi. Bo'ynidagi somkini ilib sim to'r ichiga qo'ydi-da, sim to'rning ostidan o'milab o'tdi. Sim to'rning tikanlari ko'nglikini ilib jartildatib yirtiyotgan edi. Bu ovoz uningga baq qattiq anglanib ketdi. U to'xtab atrofga quloq solgan edi, hech qanday shap anglanmadi. Ammo hamma yoq tip-tinch edi. U sim to'rdan o'tib oldi. İbrahim somkini qaytadan esib, tanka, avtomobillarning ko'langisini dalda qilib o'miladi. Ishni o'tirg'aroq berib boshlamoqchi bo'ldi. U chaqqaroq bir tankini ko'rdi-da, o'z-o'ziga "Dal mana shu" dedi va uningga qarab o'miladi. U somkidan bir bog'lam kapsulini ilib, tankining ostiga qo'ydi. Chaqmoqni yiqib pilikka o't tutashtirdi. Andin o'rnidan turdi-da, tanka avtomobillardan neriroq joyga bor kuchi bilan yugurdi. U bir necha qadam yugurmayla orqasidan chiqqan quloqni yorg'udek portlash ovozi kecha jimjitligini buzib tashladi. Intayin qattiq va qo'rqinchli portlash zarbisi İbrahimga keldi. U yiqilishdan o'zini orolda tutib oldi. Tuyuqsizdan kuchli kuzatish chirig'i yondi. İbrahim şu an bir mashinaning ostida yetib oldi. Yana bir bog'lam kapsulni ilib, pelikiga o't yoqdi-da, darhol o'rnidan turib qochdi. Jahonni zilzila keltirgidek yana bir portlash ovozi kecha osmonida yangradi. Portlashning titrishi bilan İbrahimning uchay bag'rimi chuvilib ketgandek bo'ldi. Chiroq uning atrofini yo'ritib atadi. Kuzatish chirig'ining ko'zni chaqadigan kuchlik nuri xuddi bir to'p g'aljir itlardek taraf-tarafni yo'ritishga boshladi. İbrahimning orqasidan chiroq yondi. Chiroqlarni o'chirvatsanglarchu, itning bolalari, chiroqlarni o'chirvitish. Men vazifamni ado qilib olay. Oh xudo, bu chiroqlarni o'chirvatsangchu. Atrofdan miltiq ovoz anglandi. Nega qarab yugurishni bilolmay qolgan İbrahim nishonsiz udul kelgan yerga o'zini otdi. U yana bir bog'lam kapsulaga o't tutashtirib, yiroqqa etividi, kuchlik portlash ovozi anglandi. U yugurmoqda. Chiroq nuri uni qo'g'lamoqda. Atrofda miltiq ovozi yangramoqda. Ba'zida odamlarning vaqirashgan ovozlari anglanmoqda. U yuguraydi, ba'zida o'milaydi, ba'zida sakraydi. Shu tarzda oldiga qarab ketyotdi. U oxirgi bir bog'lam kapsulaga o't tutashtirib, oldidagi usti tunika bilan yepilgan uyning derazasidan ichiga etivetdi. U balki ombordir yoki askarlarning yotig'idir. Nim bo'lsa bo'lmamdi. Portlasil bo'ldi. U hadab yuguraydi. Yana portlash ovozi, chiroq nuri, o'q ovozi, vaqirash, jaqirashlar. İbrahim yerga yetib, somkidan 3 granatni oldi. İkisini ikki yanchuqiga silib, birini qo'liga tutib oldi-da, somkisini cho'raytib o'milashga boshladi. Bir ozdan keyin o'rnidan turib, bir tankining orqaga yoshirinib olmoqchi bo'lib yugurdi. U chiliq-chiliq targa cho'mildi. Usti beshi to'pig'i milandi, hasirab ketdi. İbrahim bu yerdan chiqib ketishi, ularni o'ltirib etishi kerak, ammo ular uni o'ltirvasi bo'lmaydi. Simtor nadidu? U simtor bor tarafga qarab yugurdi. O'qlar uni qo'g'lab yuratdi. Oxir simtorning ostidan o'milab o'tdi. Tikanlik sim uning tinini jirtivatdi. Xuddi bir necha pichoq sanjilgandek dumbisi etishib og'rib ketdi. Biroq hech qisi yo'q. U cho'qim bu yerdan chiqib ketish kerak. U sim to'siqdan o'tib, o'rnidan turib yugurdi. Bir necha qadam neriga bormasdila bir qattiq narsa yelkasiga tegib, go'shiga sanjilgandek bo'ldi-da, issiq bir narsa oqqandek tuyuldi. O'qdakka o'xshaydi. Bo'pti. U yugurdi, qorong'ulikni izlaydi, ammo qorong'ulik yo'q edi. Yo'riqliq xuddi kunduz bo'lgandek hamma yerni tang yo'ritayotgan edi. U granatni atmoqchi bo'lib, qo'lini ko'tardi-yu, orqadan voyjon deb tushirib oldi. U biliki palach bo'lib qolgandek faqatla ko'tarolmadi. U granatni so'l qo'liga ilib tishi bilan qopqinni ochdi-da, kuchab otdi. Granatning nega tushganligini bilolmadi. Ondan u orqasini qo'g'lab kelayotganlarni qo'ymoqtirish uchun yo'linishni o'zgartib boshqa tarafga qarab yugurdi. U oldiga uchirganligi narsani dalda qilib yugurdi. Oxiri hasirab yetibli qoldi. Demisim u bak herib ketgan edi. O'pkisi og'ziga tiqilatdi. Chiroq nuri uni qo'g'lamoqda. Yana o't yalquni. O'q, mashlarmi o't oldirildi. Quloq pardasini yirtib etgidek kuchdak ovoz anglandi.
İtlar havuşup ketdi. İbrahim itqa öç idi. Ah Xuda, sen nemişqmi itlarni yaratqansan? Angliya alvaslaring derdi ozmi bizga? Uning yelkisi bek qattiq og'rib ketdi. Gajgisi va ikki tizimi og'rimoqda edi. U yana bir granatni ilib, tishi bilan qopqiqini ochdida butun kuchini yig'ib turib etivetdi. Ondan yana yo'linishni o'zgartdi. İbrahim shu topda o'zining gazarmining qayerda turayotganligini bilmaydi. U asli tog' tarafdan chiqib ketmoqchi, ondan maktablar rayoni orqali shaharga kirib ketmoqchi edi. Biroq tog' tarafdagi yo'l nada? U bilmadi. Atrofni farq etolmayli qoldi. Uningda bir talla granat qoldi. İtlar orqasidan hovushib kelmoqda. İbrahim bu itlardan nafratlanadi ham qo'rqatdi. To'g'ri, u qo'rqdi. O'limdan qo'rqdi. Uning o'lgisi kelmaydi. U o'lmaydi. U so'l qo'li bilan granatni etivetdi. Granatning istitutiki itlarning burnini sezmas qilib qo'ysa yaxshi bo'ladi-ku. İbrahim yana yo'linishni o'zgartib yugurdi. İbrahim qo'ynidan tapanchini oldi. Ammo mag'durdan ketgan bo'lg'achqimi yugurolmaydi. To'xtay deydi, lekin to'xtay olmaydi. Inersiya kuchi bilan ketib boradi. Badanidan qon timib turadi. U oldini ko'rmoqchi bo'lib beshini ko'tardi. Oldida gazarmining timi turadi. Bu uningga tunish Abbosiya maydoni tarafdagi tom edi. Tomdan o'tibli burilsa Abbosiya ko'chasiga tutishadigan tor ko'chaga chiqili bo'ladi. Bularni İbrahim obdan biladi. Agar u tomdan ortilib tor ko'cha tarafga o'tib olsa, qutulib ketalishi turgan gap edi. İbrahim gazarma timining yenidagi kapining kayniga o'tishiga oldida bir qora kulanga ko'rindi. İbrahim uningga qaratib ikki poy o'q uzida tom tuyiga keldi. Tom egiz, qerishqandek qalay bilan qoplangan edi. Shu topda uning kallasidan boshqa hamma yeri uyushib qolgandek edi. İbrahim xiralashgan ko'zlari bilan atrofga qarab, bir parcha kichik taxtayni tasda ilib tomga tiridi. Tapanchini qo'yniga silib taxtayni dasab birla sakrab, tomning ustiga islib oldi. Shu an qattiq og'riqdan "Voyjon!" deb to'g'livetdi. Badanining yana bir yeri yaralangandek bo'ldi. Tomning ustidagi ushliq harachish qilingan tunika uning qo'llariga petib ketdi. Hech qisi yo'q. U eng oxirgi bir o'tgal. Mushu o'tgaldan o'tib ketsa ish tugaydi. Omon qoladi. Og'riq azobiga chidab yuqori ko'tarilayotgan İbrahim oxiri ingrab tashildi. Hatto ko'zlaridan yoshmi chiqib ketdi. Ikki olqini tilinib ketdi. U oxir tomga chiqib u tarafga sakridi. Endi u gazarmining sirtida edi. Daldangshib o'rnidan aron turdi. Bu yerdan tez ketish kerak. Qancha yiroqqa ketsa shuncha yaxshi. U mas odamdek daldangshiginicha yugurdi. Orqasidan pushtak ovozi anglandi. U bu nima gapdi? Misrning saqchisi. Hey do't, tez mendan neri ket. Qilayotganlarimning hammasi sizlar uchun, Misr uchun. Men dushmaninglarning yuragida qo'rqinish paydo qildim. Ular endi qochidi. Menga ishoninglar. Endi ular ko'zimizdan yo'qoladi. Sizlarmi menga o'xshash isyon ko'tarib, ularni qo'g'laysizlar. Biroq saqchilar qo'g'lashdan qolmadi. Orqasidagi oyoq tevishi borgancha yiqilib kelyotdi. İbrahim qo'ynidan tapanchisini oldi. Saqchilarni o'ldirib etmoqchi bo'ldi. Yo'q, bo'lmaydi. İbrahim unda qilmaydi. U beguna Misrlikni o'ldirmaydi. Ular balki majburiyatimizni ado qilyapmiz deb kelyotgandi. İbrahim hayotida beguna Misrlik qerinishini o'ldirib boqmagan. O'tganda u o'zini qo'lgan Misrlik askarni o'ldirmagachkila qo'lga ilingan. Ammo uning hozir yugurgidek holi qolmagan edi. Harduq alg'usi, birdam uxlab olg'usi kelatdi. İbrahim tapanchini tutib daldangshigan holda yugurib ketyotdi. Ba'zida orqasiga qarab qo'yatdi. Uning xiralashgan ko'zlariga orqasini qo'g'lab kelayotgan bir soqchi amaldori ko'rindi. "Hey qerindishim, menga choplashib olmag'in. Men senlar uchun inqilob qilyapman. Agar sen yuragingga qo'l silib boqsang, meningkidagi g'azab nafratning o'zingdimi borlig'ini cho'qim bilgan bo'latding." Ammo u soqchi buni tushunmaydi. İbrahimning dam olg'usi, uxlag'usi kelib ketdi. Soqchi amaldorni etivetmoqchi bo'lib, qaraga olgan İbrahimning barmog'i tepkida qetib qoldi. Tepkini besishga ko'ngli unmadi.
Qandaqdır bir narsa uni begunoh Misrlikni o'ldirishdan to'sib turadi. Bu narsa hammadan ustun keldi. İbrahimning bexatarligi hayotidan ustun keldi. Saqchi amaldori o'ziga tanlangan tapanchini ko'ribla o'q uzdi. İbrahim yiqildi. Yerda dum yetib, keng zaminni quchoqladi. U kulimsiradi. U endi orom oldi. Ko'zlari yumildi. Ro'za hit harpisi atdigan soat 6 bo'lgan chaq. Oildagilarning hammasi uyg'ondi, ammo nemishqidir hammaylarning ko'ngli g'ash edi. Ularning bu holatda yurganiga xeyli kunlar bo'lgan edi. Ular garang bo'lib qolgan, hatto ko'zlari nurini yo'qotgan edi. Naval hujrasidan chiqib, tashqarqi eshikning ostidan Al-Ikram gazetini izladi. Hozir har kuni atganki gazetni uyga akilib beradigan bo'lgan edi. Chunki hech kim buvay ishdan qaytib kelgicha, xabar yetkizgicha taqat qilolmaydi. Hatta buvaymu atganlik gazetni ko'rib, ko'nglini tindirib, ondan ishqa mangadi. Naval apsining yuyinish uyiga noiti tasda kirib ketayotganligini ko'rdi. Apsi har qadamda bir ingrab mengayotganda qiladi. Assalom apa, yeyitinga muborak bo'lsin, dedi Naval zo'rg'a kulimsirab. Ammo ovozi nihoyatda g'amkin chiqdi. U apsining qo'liga so'ydi, ondan mangziga so'ymoqchi bo'lib edi. Apsi ta'dir qarab olib, "Hey bolam, akang turmada tursa, qandoqmi yaxshi bo'lsin", dedi. "U ata aman eson qaytib keladi, apa", dedi Naval hasrat bilan. "Hamma ish joyiga tushidi." "Rostdan aytsam bolam, men akangni ko'rmayla o'lib ketadigandek turman", dedi apsi yuyinish uyiga asta chamdab kirib etib. "Apa, undaq dema, Xudoyim saqla", dedi Naval. Apsi javob bermay ig'ir xo'rsinib qo'ydi. Naval tashqarqi eshikning oldiga berib, eshik ostidan kirgizib gazetni olmoqchi bo'lib engishdi. Ammo qo'li gazetga tegmasdilla ko'zlari chekchiyib huduqqan holda tomga yulinib qoldi. U xuddi zaharlik yilonga qaragandek gazetga tikildi. Ondan qo'rqib voqiravatdi. Ammo yana voqiratmay deb og'zini qo'li bilan etib oldi. Ko'zlari gazetdan uzilmadi. Oxir o'zini bosolmay ichinishliq chiqirdi. Dod faryod ko'tardi. Sarang bo'lib qolgan odamdek chochlarini yulib, yerni tepib ketdi. Samiya kechilik kiyimi bilan yugurib chiqdi. Orqasidan oq yaktak, oq do'p kiygan dadisi yugurib keldi. Buvayning do'pisi seyrilib peshonasiga, ko'zayniki og'ziga tushib qolgan edi. "Nim bo'ldi? Nima ish?" hosirab so'radi Naval. "Naval, sana nim bo'ldi? Nimaga vaqiraysan?" so'radi Samiya oldirab tenab. Naval vaqirashdan to'xtadi. Ko'zlaridan vahima chiqib turadi. Lag'ildab titraydi. U oldidagi zaharli yilonni ko'rsatgandek barmog'i bilan yerdagi gazetni ko'rsatdi. Buvay bilan Samiya tangla yerga qarab, gazetdagi qizil cho'ng mavzuni ko'rdi. İbrahim Hamdi saqchilar bilan bo'lgan jangda o'ldi. Samiya singlisiga qaradi. Singlisiga deydigan nurg'un so'zi bordek, qalpoqlari titrdi. Lekin bir eg'izmi gap qilolmay, o'zini singlisining qo'yniga otdi. Och singil quchoqlashib, ho'ngrab yig'lab ketdi. Buvay titrigan qo'llari bilan yerdan gazetni oldi va ko'zaynikini to'g'rilab o'qishga boshladi. Tünügün kecha Abbasiya rayonidagi aholi Angliya gazarmasidan anglangan necha qitimliq qattiq portlash ovozidan uyg'onib ketdi. Tekshirishlarga qaraganda bir necha yosh gazarmaga kirib olgan. Ularning maqsadi texi aniq emas. Sho'ba saqchi idorasining boshlig'i Varli poytaxt saqchi mahkamasi bilan aloqalashdi. Saqchi qism gazarmani qo'rshib olib, u yerga kirguvchilarni tutmoqchi bo'ldi. Gazarmaga kirguvchilar bilan saqchilar o'rtasida jang bo'ldi. Bir yosh itib o'ldirildi. Tekshirishlarga qaraganda bu yosh Abdurahim Shukri Pashani o'ldirgan qotil deb ayiblangan İbrahim Hamdi ekan.
u bir necha haftaning oldida turmadan qochgan. Ichki ishlar ministrligi bu haqda tuvandagidek uqtirish chiqargan. Bovay go'yo gazetni yirtib yetadigandak purladi. Chiroyi azobliq tus oldi. Andin sal esiga kelgandek bo'ldi-da, yeshini ichiga singirib, bo'g'iq ovozda qizlariga: "Yig'inglarni hech kim anglasunjimi? Sizlarga teydig'inim shu", dedi. Shundoq qilib, bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.